Champion Kids Show dasturi efirda. Valla shuna qochinglar, qarz olib qochganday qochinglar. O'zi yutish niyatimiz yo'q edi. Bularga salgina do'stlik g'alaba qozonsin, bir-biri tenglash olsin deb biz indamadik. Niyatlaringiz o'yin kundan keyin so'yinmi? Niyatlaringiz bor edi, so'yinmi? Yig'lamanglar, bashar yig'lamanglar. Hammasi oldinga. Nasibda keyingi sonlarda bir nima qilasizlar endi harakat qilib. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizni jonli kuzatayotgan tomoshabinlar. Mening yurtim telekanali Hamda Anhor parki Champion Kids Show dasturi efirda. Xo'sh, Imonaxon qalaysiz? Yaxshi rahmat. Dam olishlar qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Demak, dam olishga olib keldingiz. Endi bu yoqqa ish qilish kerak. Ishlash kerak endi. To'g'ri. Shunday ekan do'stlar, meni yarmim to'ldi. Bu sondan boshlab Champion Kids Show dasturining yana bir boshlovchisi Imonaxon G'ayratova bo'ladi. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz haqida ozgina tushuntirib o'taman. Ko'rsatuvimizda 2 jamoa 3 ta shart mobaynida bellashadi. Ko'rsatuv oxirida shartlar natijasiga qarab g'olib jamoa aniqlanadi hamda ko'rsatuvimiz bosh hamkori Anhor bog'i tomonidan g'olib jamoaning har bir ishtirokchisiga 1 million so'mlik voucher taqdim etiladi. Mag'lub bo'lgan jamoaga esa 500 ming so'mlik voucherlar taqdim etiladi. Bu voucher orqali ishtirokchilar xohlagan paytda Anhor parkiga kelib, mazza qilib dam olib, aylanib ketishlari mumkin. Demak, ko'rsatuvimiz haqida qisqacha tushuntirib o'tdi Imonaxon. Ko'rsatuvimizning yana bitta konsepsiyasi bor. Bu har bir jamoaga yulduzli mehmon murabbiy tayinlaganmiz. Shunday ekan, bugungi show dasturimizga ham 2 nafar yulduzli mehmon murabbiy tashrif buyurishgan. Unda murabbiylarni tanishtirib o'tamiz. Sizlar sevgan, ko'rganda yuzinglarda qanaqadir tabassum paydo bo'ladi. O'z-o'zidan kayfiyatingiz ko'tarilib ketadi u insonni ko'rsanglar. Qo'noqqina, yumshoqqina, do'mboqqina blogerimiz Shahbozbek Sattorov va ularning jamoasi va Shahbozbek Sattorovga, ya'ni qarshi harakat qiladigan jamoa murabbiyi, uning do'sti, yaqin sirdoshi, sinfdoshimi desak ham bo'ladi, viloyatdoshi desak ham bo'ladi. Yoshlarimizni sevimli blogeri, kontent yaratuvchisi Rahmiddin Qodirov bo'ladi. Demak, siz teletomoshabinlar tayyor bo'lsangiz, biz tayyormiz. Ikkala jamoani ham maydonchamizga taklif qilamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi show dasturimizni nazorat qilib boradigan hakam hay'ati bor. Bu inson Abdulaziz Abdullayev bo'ladi hamda unga yordamchi boshlovchi Sirojiddin Halimov. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, jamoalarimiz tayyor holatda turishibdi. Birinchi jamoamiz polvonlar jamoasini taklif etamiz va ularning murabbiysi Shahbozbek Sattorov. Portugaliyada Ronaldo bordir, uni to'xtatadi Abduqodir. Biasmi Kolumbiyani zo'ri. Aziz do'stlar, polvonlar jamoasi kayfiyatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ularga raqiblik qiladigan jamoa Rahmiddin Qodirov boshchiligidagi Chaqqonlar jamoasi. Shunchi bor, shoma Eldor. Assalomu alaykum Meksika, assalomu alaykum Kanada. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, jamoalar tayyor holatda turishibdi. Siz tayyor bo'lsangiz, biz ham tayyormiz. Ko'rsatuvimizning birinchi shartiga navbatni beramiz. Ko'rsatuvga bugun kim kelgan deysizlar? Kim kelgan? Mana kimsan voylar? Assalomu alaykum. Sattor, taniqli bloger. Hammaga assalom, xayrli kun. Sizlar ko'rib turganimizdan beni qo'ya qursangiz, kelinglar birgalikda mazza qilib show qilamiz. Qanday bo'ladi bilaysiz ko'rsatuvda? Men keldim, mana eng zo'r bo'ladi. Men kelmasdan uyda o'tirganim sizlar bo'ladi deb, yo'q, ana men keldim zo'r bo'ladi. Jamoangiz yutadimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Yutadi. Biz qatnashgan jamoa hammasi yutib kelgan. Yo'q, omad tilaymiz. Qataraman. Rahmiddin Qodirov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvga. Rahmat. Nimada Shahboz Sattorov sizga yomon qarshi gapiryapti? Men jamoa kuchida, men trenerga tayyorlaganman-da. Bular zo'r. Shunaqa deyapti. Bu zo'r. O'zi gavdadan ko'rinib turibdi. Men bularga qaradim. Bolalar komandatini o'tinib polvonlar qo'yamiz dedilar. Men aytdim, siz tarbiyalagan bo'lsa, sumochilar bo'lish kerak o'zi aslida dedim. Yo'q deyaptilar. Endi qana xudo xolasa ikkita bolalar, ikkita komanda ham zo'r tayyorlangan. Biz shunchaki bir ozgina bir
motivatsiya berib turasiz. Motivatsiya berib turamiz, tamom. Murabbiylik vazifasini bajarib turasiz. Lekin murabbiylik ham qiyin do'stlar. Murabbiylik oson emas. Hamma kaltak mana shu murabbiydan boshiga sinadi. Demak, ikkala jamoaga ham omad tilab qolamiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, birinchi shart tayyor holatga keltirildi Imonaxon. Qur'a natijasiga ko'ra, birinchi bo'lib, polvonlar jamoasi chaqonlar jamoasini 1 daqiqa vaqt ichida quvlab yetish kerak bo'ladi. Agar quvlab yetolmasa nima bo'ladi? Quvlab yetolmasa 1 ball chaqonlar jamoasiga beriladi. Quvlab yetsa, o'sha 1 ball polvonlar jamoasida qoladi. Demak, ishtirokchilar tayyor bo'lsa, vaqt ketdi. Boshladik. Bizlarni shogirdlar hech qachon parod qilmaganmiz shu. Gap yo'q. Zo'r ketibdi. Malades. Ikkinchi raundda ikkinchi ko'ramiz hozir. Ikkinchi raundga ham qo'lasizlar, nasib ko'rasizlar. Do'stlar, demak, birinchi shartimizda birinchi raundda chaqonlar jamoasi 1 ballni qo'lga kiritdi Imonaxon. Afsus. Gap yo'q. Polvonlar jamoasi menimcha ko'proq bugun g'ayrat qilish kerak, ya'ni yutishga harakat qilish kerak. Hali imkoniyat bor. Hali yana oldinda 3 ta imkoniyat bor. Demak, birinchi shartimizda hisob 1-0 ga yetdi. Polvonlar jamoasi orqada qolmoqda. Chaqonlar jamoasida 1 ball bor, lekin hisobni tenglashtirish imkoniyati hali bor. Hali polvonlar jamoasida imkoniyat bor. Hozir endi chaqonlar jamoasi quvib yetadi, polvonlar jamoasi qochadi. To'ppa-to'g'ri. Agar ishtirokchilar tayyor bo'lsa, boshladik. Bizlar o'zi yutish niyatimiz yo'q edi. Bularga salgina do'stlik g'alaba qozonsin, bir tenglash olsin deb biz indamadik. Niyatlarimiz 10 sekunddan keyin so'nmi? Niyatlarimiz bor edi, so'nmi. Bizlar o'zimiz shular do'stlik g'alaba qozonsin, teng ketaylik dedik. Xo'sh do'stlar, umumiy hisobda 1-1 holatga keldi Imonaxon. Durang holatda, ya'ni polvonlar jamoasi hisobni tenglashtirdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Menimcha ikkala jamoa ham kuchlari teng. Lekin oldinda hozir yana bittadan ishtirokchisi bor. Mana shu yerda hal bo'ladi birinchi shartimizda kim yutishi. Ana endi esa polvonlar jamoasi chaqonlar jamoasini quvlab yetish kerak bo'ladi. Demak, oxirgi imkoniyatlar ekanda bular. Xuddi shunaqa oxirgi imkoniyatdan qani qaysi jamoa unumli foydalanar ekan, buni birgalikda ko'ramiz. Birinchi shartimizda hisobda oldinga chiqib olishchi Imonaxon hozir polvonlar jamoasida yana bitta imkoniyat bor. Chunki hozir polvonlar jamoasi quvlab yetishi kerak bo'ladi. Ishtirokchilar tayyor bo'lsa,
boshlaymiz. Nima bo'ldi? Shunaqa degan. Men bular aytdim. Nima deding? Qabul aka yosh katta dedim, kelib beradi dedim. Rahmat, Ketmasin dedim. Bizdagi chaqqon, tirnoq qilgan yoradi. Tamam. Kelajakda sportchi bo'lish nima bo'ladi? Tamam, hammasi zo'r. Biz king shot yutamiz. Hech qanday zo'r emas, sizlar bilmaydi, biz yutamiz. Demak do'stlar, hisob 2-1 ga yetdi. Polvonlar jamoasi oldiga chiqib oldi mana. Menimcha polvonlar jamoasi bilib oldi nima qilish kerakligini, ya'ni o'rtadan yugurish mumkinligini sezib qolishdi ular. Sezdi. Lekin hisob hozir tenglashishi mumkin, chunki endi chaqqonlar jamoasiga navbat yetib keldi. Polvonlar jamoasi qochadi. Bu birinchi shartimizning oxirgi ishtirokchilari. Agar chaqqonlar jamoasi quvib yetsa, hisob tenglashadi. Yeta olmasa 3-1 ko'rinishiga keladi. Birinchi shart g'olibi esa polvonlar jamoasiga aylanishi mumkin. Yoki durang bo'lishi ham mumkin. Mumkin. Bunisi ham bo'lishi mumkin. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bu o'yin. Men nima dedim? Bos tamom. Men Rahim qildik. rahim qilmasa harakat qilmasdilar sizlar. Yugurmadi. Yugursa qochaydi. Mana bo'lsadi bechara. Hurmatli teletomoshabinlar, hozir ikkita jamoa bosh murabbiy durang bo'ldi deyapti, lekin bizni ko'rsatuvimizning konsepsiyasiga ko'ra Imonoxon, bu yerda durang bo'linadigan bo'lsa, sekundlar hal qiladi. Hurmatli teletomoshabinlar, dunyoda sekundlar ko'p narsalarni hal qiladi deyshadi Imonoxon. Shunday ekan bizning kursimizda bugun birinchi shartimiz g'olibini aniqlab berdi. Necha sekund? Atiga 2 sekund. Atiga 2 sekund farq bilan, ya'ni 14 hamda 12 sekund oradagi 2 sekund bugun chaqqonlar jamoasida birinchi shartimizda g'olib bo'lishiga sababchi bo'ldi. Men o'yladim durang bo'ldi deb xursand bo'ldim men bularga. Yo'q, bizni ko'rsatuvimizda durang bo'lmaydi. Faqat g'olib aniq bo'ladi. Demak, birinchi shartimiz g'olibi chaqqonlar jamoasi. Demak, birinchi shartimiz 1-0, ya'ni chaqqonlar oldinda, polvonlar esa ozgina baldan orqada, lekin ularda imkoniyat bor. Hozir mana ikkinchi shartga yetib keldik. Menga tushuntiring, nima bu shart? Qarang, men sizga tushuntiraman. Bu shartimizda ham 1 daqiqa vaqt beriladi. Ya'ni chaqqonlar jamoasidan 4 nafar ishtirokchi 1 daqiqa vaqt ichida qochib, mana bu maxsus tayyorlangan rachaklarni ko'tarish kerak bo'ladi. Polvonlar jamoasi ishtirokchisi esa o'sha 1 daqiqa vaqt ichida bularni raqib jamoani quvlab yetish kerak bo'ladi. Tomoshabinlarimiz tayyor bo'lsa, ishtirokchilarimiz tayyor. Birinchi bo'lib polvonlar jamoasi ishtirokchisi chaqqonlar jamoasining 4 nafar ishtirokchisini quvlab yetishi kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, biz ikkinchi shartimizni boshladik. Gol, stop, chiq, Akbar. Gol, chiq. Aylantir. O, super, молодцы. Qani o'lchamiz, молодцы. Kelinglar. Nima deymiz? Bir, mayli hisoblaymiz. 1. Ketdik. Ikkinchisi. 1, 2. Nima qilamiz? Bahsli vaziyat. 0 mi? 2. 2 bo'ldi. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, ikkinchi shartimizda chaqqonlar jamoasiga atiga 2 ballni qo'lga kiritdi. Endi navbat polvonlar jamoasiga. Hozir polvonlar jamoasi umumiy hisobda natijani tenglashtirishi mumkin Imonoxon. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Agar ishtirokchilar tayyor bo'lsa, biz boshladik. Chiqdi. 2. Kel.
da. Qoch. Biton ustiga chiq. Yo'q, davay. Aylantir. Ha do'stlar. Va nihoyat hisob barobar ko'rinishiga keldi. 100% aminmiz. Oho, eng qiziq jarayoni mana shuda, eng qiziq jarayoni. 1 2 2 tur 1 5 metr ham bu tomonga ishlaydi-da. Nima qilaylik, ularning kuchi ko'p bo'lsa 5. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, polvonlar jamoasi 5 ballni qo'lga kiritdi Imonaxon va umumiy hisobda natijani barobar durang shakliga keltirib qo'ydi. Bu yomon emas. Demak, endi hal qiluvchi 3-shartimizga o'tsak ham bo'ladi-da. To'ppa-to'g'ri, endi navbat 3-shartimizga. He, Abbos aka, bu 3-shartingiz bu qanaqa shart? Bu nima edi bu? Ko'ryapsizmi? Imonaxon, bu tramplin maxsus 3-shartimiz uchun yasalgan moslama hisoblanadi. Hozir bunda ikkita jamoadan ikkala ishtirokchi mana shuni tepasiga chiqib, tepada turgan qizil knopkani ko'ryapsizmi? Mana shuni chiqib kim birinchi bosish kerak bo'ladi. Qiyinchiliksiz chiqa oladi tepaga. Ishonaman bunga. To'ppa-to'g'ri qiyinchilik chiqishi mumkin, lekin biz o'sha narsani qiyinlashtirish uchun mana Sroshni qo'lida gel turibdi. Mana shu gel bilan hozir mana shu moslama hamma joyi surtilib chiqiladi. Ana undan keyin chiqa oladi deb o'ylaysizmi? Undan keyin lekin yo'q. Menimcha chiqa olmaydi. Srosh, tayyormisiz? Ha, albatta Abbos, tayyorman do'stim. Xo'sh, gellar jangi shartimiz ayni damda hozir mana shu yerda sizni geliz reklamasi bo'lishi mumkin edi. Bugun ishtirokchilarimiz juda ham kuchli, shuning uchun gelni baquvvatroq qo'yamiz. Demak, men boshladim. Xo'sh. Do'stlar, shartni yana ham qiyinlashtirish uchun suv to'kaman hozir. Bilan hozir dodini beramiz bolalarni. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, 3-shartimizga ham yetib keldik. Bu shartimizda har bir jamoadan bir nafar ishtirokchi 3 daqiqa vaqt beriladi. Yuqoriga chiqib, qizil tugmachani bosishi kerak bo'ladi. Demak, ishtirokchilar tayyor, biz tayyormiz, siz tayyor bo'lsangiz, 3-shartimizga ketdik. Achilik. Qayoqlik? Ushlama. Shilli qurtlar poygasi. Молодец. Harakat. Jamoangiz harakat qilyapti rosa chiqishga. Bizdagilar ko'nikmas katta. Ana chiqibdi, buni. Ya, ana. Chiqadi. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, Chaqqonlar jamoasi ishtirokchisi birinchi bo'lib chiqib qizil tugmachani bosdi va 3-shartni birinchi raundini o'zini hisobiga hal qilib qo'ydi. Lekin oldinda yana bitta bahs bor. Bunda polvonlar jamoasi agar g'alabani qo'lga kiritsa, umumiy hisob tenglashadi. Shunda umumiy ko'rsatuvimiz durang bilan do'stlik g'alaba qozonishi mumkin. Lekin Chaqqonlar jamoasi chaqqonlik qilsa Imonaxon, bugungi ko'rsatuvimizni g'olib bo'lib ketishi mumkin. Ana imkoniyat bularga. Do'stlik g'alaba qozonishi ham mumkin. Mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. Agar ishtirokchilar tayyor bo'lsa, hal qiluvchi bahsga navbatni beramiz. Nazim ketdik.
Qarang, hozir durang bo'lib qoldi-yu. Endi nima bo'ladi bular? Ha, biza ko'rsatuv loyihani qilishdan oldin bunaqa joylarni o'ylab chiqqanmiz. Agar shunaqa joyda durang bo'lib qolsa, umumiy 2 nafar ishtirokchini ham tramplinimizga chiqishga ruxsat beramiz. Qachonki g'alaba qozonadi, ya'ni har bitta jamoadan 2 nafar ishtirokchi ham chiqib, qizil tugmachani bossa, o'sha jamoa g'alaba qozonadi. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Demak, ishtirokchilar tushunarlimi? Demak, biz tayyormiz, siz tayyor bo'lsangiz, hal qiluvchi bahsga navbatni beramiz. Ketdik. Ishlamasin. Ha, men gapiray. Men shogirdlarga ishonaman. Давай. Молодец, давай. Jamoaviy. To'xta. Jamoa. Давай. Давай, спокойно. Shoshilmasdan. Zo'r. Shoshilmay. Zo'r. Shoshilmay. Sasha. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, Shaqqonlar jamoasi bu yerda shartimizni g'alabaga aylantirdi. Lekin bu oson bo'lmadi. Oson bo'lmadi. Men to'g'risi yutqizadi, hozir tushib ketadi deb o'tirdim. Lekin qoyil qolishdi. Gap yo'q. Bu bolalarga gap yo'q, do'stlar. Gap yo'q. Polvonlar jamoasi bir nafar ishtirokchisi sal kuchsizroq harakat qildi. Sal kuchliroq harakat qilganda g'alabani olib ketishi mumkin edi. Mayli, do'stlar, bu sport, bu ko'rsatuv, bu oddiy bir o'yin. Muhimi hayotga yutqazmasa bo'ldi. Ana endi do'stlar, ko'rsatuvimizning yakuniy qismiga yetib keldik. Sizlar bilan birgalikda ballarni e'lon qilamiz. Xo'sh, hurmatli teletomoshabinlar, bu galgi sonimiz juda ham qiyin hamda juda ham raqobatga boy bo'ldi. To'g'rimi, Imonxon? Haqiqatdan 3-shartgacha biz bila olmadik, qaysi jamoa yutadi. To'g'ri, qaysi jamoa yutqazadi, lekin 3-shartimizda hammasiga oydinlik kiritib oldik. Shu o'rinda bitta narsani aniqlab olsak yaxshi bo'lardi. Bu galgi sonimizning eng yaxshi o'yinchisi kim deb o'ylaysiz? Menimcha polvonlar jamoasidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ana ikkinchi raqamli to'g'ri Sabirov Aleksandr bu galgi sonimizning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Haqiqatan ham zo'r o'ynadi. Champion Kids Show dasturining bu galgi soni g'oliblari Rahmiddin Qodirov boshchiligidagi Shaqqonlar jamoasi bo'ldi. Tabriklaymiz. Va g'olib jamoaning har bir ishtirokchisiga Anhor bog'i tomonidan 1 million so'mlik voucher taqdim etiladi. Emas, to'g'rimi? Emas. Mag'lub bo'lgan jamoa ham quruq ketmaydi, Imonxon, lekin. Albatta, bizni ko'rsatuvda hech kim xafa bo'lib ketishi kerak emas. Mag'lub bo'lgan jamoaga 500 minglik voucher taqdim etamiz. Har bir ishtirokchiga. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, siz Champion Kids Show dasturini jonli tomosha qilishni xohlasangiz, haftaning har shanba kuni soat 19:00 da Anhor bog'iga tashrif buyurishingiz mumkin. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deymiz.